got on my leather jacket thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a Assalomu lady. alaykum hammaga. Ismim Muhattab. Siro bu ilmiy metodikalar asosida tez o'rganish, xotira va diqqatni kuchaytiruvchi platforma. Sizlarda ham bo'lganmi, o'rgangan ma'lumotlar bir haftadan keyin 70% esdan chiqib ketib qolishlari. Bu Ebbinghaus Forgetting Curve tadqiqotiga isbotlangan. Va bundan aziyat chekayotganlar ko'p insonlar. Ya'ni ko'rib chiqamiz, talabalar va studentlar, ya'ni imtihon paytida o'qigan ma'lumotlarni esdan chiqaradi. Ya'ni til o'rganuvchilar yangi so'z boyliklarini eslagandan keyin ular ham esdan chiqarishadi. Va mutaxassislar o'rgangan narsasini esdan chiqarganligi sababli, ya'ni qayta o'rganish uchun pul va vaqt resurslarini sarflaydi. Va bu mening jamoam. Biz hammamiz o'zimizning shaxsiy hayotimizda bu muammolarga uchraganmiz va biz bu muammoni yechish uchun oldimizga maqsad qilib olganmiz. Va biz qanday yechim berdik? Kuchli xotira, tez o'rganish bu tug'ma iste'dod emas, balki to'g'ri metodika va kuchli strategiya natijasidir. Shu asosda men ilmiy metodikalarni raqamlashtirdim. Hozir sizlarga tushuntirib beraman. Chunki ya'ni katta metodikalar, katta ma'lumotni kichik bo'laklarga bo'lib o'rganish orqali miyaga kamroq zo'riqadi va ko'proq eslab qolasiz. SRS bu ya'ni bugun o'rgangan ma'lumotingizni belgilangan muddatlarda takrorlash orqali yaxshiroq xotiraga mustahkamlaysiz. Active recall bu o'qigan ma'lumotlarimizdan kelib chiqqan holatda o'zimizga qayta savol beramiz. Bu miyani doimiy faol ishlashini ta'minlaydi. Va mnemonika, ya'ni so'z yodlash usulini osonlashtiruvchi usul, ya'ni biror narsaga assotsiatsiya qilish orqali. Nima uchun bu hal qilinishi kerak? Chunki education technology bozori rivojlanmoqda, til o'rganuvchilar ko'p. Ya'ni aytib o'tganimdek, o'rgangan ma'lumotlar bir hafta 70% esdan chiqyapti. Va O'zbekistonda 3 milliondan ko'p til o'rganuvchisi bor, 5 mingdan ko'p o'quv markazi bor va juda ham ko'p o'quv platformalari bor. Lekin ularning hech qaysi biri ilmiy asoslangan metodikalarga integratsiya qilmagan. Shuning uchun Siro aynan bugun kerak bo'lgan yechim. Meni bozor, ya'ni meni katta o'sib borayotgan bozor ko'rishinglar mumkin. Ya'ni birinchi bo'lib, ya'ni Andijondan boshlab, ya'ni kelajakda O'rta Osiyo bozoriga chiqishni rejalashtirib turibman. To'g'ri, meni raqobatchilar emas, menga o'xshagan platformalar mavjud. Bulardan men ustunlik tomonim yana doimgidek o'zbek tilida va menda B2B bo'ladi. Meni biznes modelim ya'ni ikkita, B2C va B2B, ya'ni B2C ya'ni o'zi olib foydalanadi, B2B da men o'quv markazi yoki xususiy markazlar bilan shartnoma qilgan holatda, ya'ni o'quvchilar qay darajada o'rganayotganini ular kuzatib turishadi, o'quvchi tez o'rganadi, natijada o'quv markazi obro'si oshadi. Ya'ni ko'rib turishingiz mumkin, Telegram ham bot va web platformalar orqali birinchi mijozlar jalb qilib olamiz, keyin mobil ilovalar yaratgan holatda B2B segmentini ishga tushiramiz va kelajakda ingliz tili segmenti qo'shish niyatimiz bor. Menga $75 ming investitsiya zarur, ya'ni keyingi bosqichga chiqish uchun $60 ming software sistem yaratish, $2 ming inverter texnikalar va $10 ming marketing xarajatlar va $3 ming boshqa xarajatlar uchun. Rahmat kattakon, ya'ni QR kod orqali, ya'ni loyihani ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Thank you. You're on time. And the questions?